Mana oyoq kiyim, shimga, kurtkaga e'tibor bermaysizlar. Men basharani qarang, aka. Bu yoqda Zikr 9X. Juda ham og'ir ahvolga tushib qolgan. Nivada ham akamiz kelganlar, qiynalayotibdilar. Mana yerlarni o'pirib tashadilar. Mashina tortilmayapti. Aka, nima keragi bor edi? 7-papetka, nima deysan endi? Har doim ham hamma zo'r narsalarni ko'rsatavermaymiz. Bor narsalarni ham ko'rsataylik. Lekin shuncha harakat qilib, ba'mur basharaga. Endi nima aka? Asha. Qanaqa? Mana bir xilmiz, sizdan battar. Loyihasan so'ragan, ha. Bu videoni bor, hali oshna og'aylar bilan maza qilib piknikda dam olaman degan yaqin do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Jaydarimiz, jaydar insonlar jo'natish kerak bo'l. Gap yo'q. Like bosmasanglar rozimiz. Lekin haqiqatda maza qilyapmiz. Ivadi akamiz mashinani torta olmadilar. Hamma yoqni buzib, vayron qilib ketdilar, to'g'risi. Endi ekskavator kelgan. Hozirlar bilan birga ko'ramiz. Zikr ekskavator tortib olib chiqadimi, olib chiqmaydimi? Xudo xolasa, mashina chiqdi boru, gap yo'q. Shuncha harakat. Okalar, mana shu ekskavatorni akamizga bitta like bosib qo'yasizlar. Chiqdi. Bu Zikrda emas, boshqa mashinada emas. Ko'ryapsiz, ekskavatorlar o'zi qotib qo'yapti. Shunaqa botdi. Biz xato joyga chiqib qo'yamiz akalar.